Aynan mana shunday inson salomatligiga xavf solishi mumkin bo'lgan qalbaki dori vositalarini tayyorlayotganlar qo'lga olindi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi viloyat davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda dori vositalarini qalbakilashtirish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh aniqlandi. Oldindan kuzatuvga olingan Qo'qon shahri va Bag'dod tumanida harakatlanayotgan avtomobillar tekshiruvdan o'tkazilganida mashina salonidan sifati kafolatlanmagan dori vositalari topilgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, mahsulotlar olingan xonadon hamda sotilayotgan dorixonadan 42215 dona, umumiy qiymati 504 million so'mlik sifati kafolatlanmagan va qalbaki dori vositalari ashyoviy dalil sifatida qo'lga olingan. Sizga zo'r ish bor. Qanaqa ish? Oson, uyda o'tirgan joyingizda qilaverasiz. Mahsulotlarni olib kelib beraman. Shunchaki dori vositalarini qadog'ini almashtirganingiz uchun har bitta donasiga 1000 so'mdan to'layman. Bir kunda 10 mingtadan almashtirib tashlashingiz mumkin. Xuddi shunday dori vositalarini soxtalashtirib berayotgan Qo'qon hamda Farg'ona shahridagi jinoiy guruh faoliyati ham fosh etilib, uning a'zolari qo'lga olindi. Aynan qalbaki dori vositalarini dorixonalarga tarqatish bilan shug'ullanib kelgan fuqaroga tegishli bo'lgan dorixona ham ko'zdan kechirilib, sotuvda bo'lgan qalbaki dori vositalari ashyoviy dalil sifatida saqlovga olingan. Hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida umumiy qiymati 1 milliard so'mlik 46246 dona sifati kafolatlanmagan dori vositalari hamda dori vositalarini qalbakilashtirishda foydalanadigan 14 ming donaga yaqin dori vositalarining o'ramlari, qadoqlari hamda yo'riqnomalari dalil ashyo sifatida olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Darddan xalos bo'lish niyatida dori olayotgan bemorga ana shunday qalbaki mahsulotlarni sotayotganlar o'z yaqiningizga ham shu dorilarni ravo ko'rasizmi? Xulosani o'zingizga qoldiramiz.